bo'lishni xohlamayman deyapsiz. Men ham hozir sizda klimaks boshlangan demoqchi emasman. Lekin tabiatga hukmimiz o'tkaza olmaymiz. O'tkazmoqchi bo'lsak, bizani yig'ishtirib olib qo'ya qoladi. Nimaga? Chunki biz u tabiatga hukmimizni o'tkazishimiz uchun siz klimaks bo'lishni xohlamayapsiz, qon kelib yurishi uchun biz sizga ko'kla yozishimiz kerak, estrogenlar yozishimiz kerak. Tuxumdonimizdan 12 yoshimizdan boshlab 40-45 yoshgacha mana shu ikkita gormonimiz ishlaydi. U 40-45 yoshgacha bizga plyusga ishlab beradi. 45 yoshdan keyin u minusga ishlaydi, qarshi ishlaydi bizga. Ayrim holatlar bo'ladi, 50-55 yoshda qon ketib, shunaqa holatda keladi. Ana o'shalarga nabarot biz tuxumdonni funksiyasini to'xtatib berishga harakat qilamiz. Nimaga? Chunki bu estrogenlar keyinchalik, demak, onkologiya holatlarini rivojlantirib yuboradi. O'shaning uchun 45 yoshdan keyin to'xtaydi. Shunaqa mukammal yaratilganki, bu organizm to'xtaganda ham qanaqa to'xtaydi? 2 oyda bitta menstruatsiya, 3 oyda bitta menstruatsiya bo'ladi. Demak, birdaniga funksiyasini to'xtatib qo'ymaydi bu estrogenlar. Sekin-sekin kamaytirib to'xtatadi, chunki organizm bunga moslashishi kerak. Xo'p, erta klimaks bo'lishni xohlamayapman deyapsiz. Уже mana yoshingiz уже 45 yoshda почти. Uyingizda ona tarafda, amma tarafda necha yoshda bo'lgan bo'lsa, sizda ham shu yoshda bo'ladi. Undan oshiq emas. Undan ana o'shunaqa, undan ham yana vohli bo'lib qolish sabablari bu malitazda o'tkazgan, tuxumdon bilan o'tkazgan operatsiyalaringiz sabab bo'lishi mumkin. Undan tashqari gormonal lecheniyalar vaqtli boshlanib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda yaxshi yetib oling. Xo'p, 3 kundan keyin ko'rishamiz. Nasliy ravishda bo'ladi mana shu narsa. To'g'ri, siz ko'rinishingizdan hech ham menopauza yoshidagi ayolga o'xshamaysiz, lekin organizmda hamma narsa vaqt soati bilan bo'lgani yaxshi. Nima uchun 12 yoshda menstruatsiya kelsa yoki 17 yoshda menstruatsiya kelmay qolsa 12 yoshda kelish kerak normada borib lecheniya qilamiz, chaqirishga harakat qilamiz-ku. Bu ham xuddi shunaqa narsa tugatishi va время bo'lishi